Meni o'g'irlamoqchi bo'lganlar buvimni o'ldirib ketishgan. Shohjahon Jo'rayev bolaligidagi mudhish voqeani nihoyat so'zlab berdi. Azizlar, biz siz uchun eng kulminatsion xabarlarni tayyorlaymiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Meni ta'qib qiladiganlar chaqaloqligimda buvimni o'ldirib ketishgan. Endi tug'ilgan paytimda meni tug'ruqxonadan o'g'irlab ketishmoqchi bo'lishgan. Undan keyin ham ancha yillar noma'lum insonlar ta'qib qilib yurishgan. Buni meni otamning o'zi aytib bergan. U kishining aytishi bo'yicha bizlarga ko'chaga u yoq bu yoqqa olib chiqadigan bo'lishsa, orqasidan begona mashinalar poylab yuradigan bo'lgan. Aytishlaricha bizni ta'qib qilganlarning san'atga daxli yo'q bo'lgan. Ularning maqsadi Sherali Jo'rayevning o'g'li, ya'ni meni yo'qotish edi. Bu gaplarni institutga kirganimda ham yonimda qo'riqchilar yurishidan uyala boshlaganimda otam aytib bergan. Mana shunday ta'qiblar orasida bir mudhish voqea sodir bo'lgan. 6 oylik chaqaloq paytimda Yangi yil bayramini nishonlash uchun otam meni, onamni va onamning onasini, ya'ni buvimni olib Andijonga onasining oldiga ketmoqchi bo'lgan. Shunda onamning onasi rahmatli Fotima buvim, men uzoq yo'lga charchab qolaman, shuning uchun Toshkentda qolay deb uyda qoladi. Otam ketishidan oldin mashinasini qizdirish uchun ko'chaga chiqib qaraganlarida yana shu shubhali mashinaga ko'zi tushadi. Uzoq yo'l, qolaversa u paytlar Davon yo'li ancha tor bo'lgan. Tashqarida qor yog'ib turgan mahalda biror korxol bo'lmasin deb go'yoki farzand, ya'ni meni uyda qarovchisi bilan qolgandek ko'rsatish uchun otam katta dublonkasining ichiga meni solib, ustidan sharfini ham o'rab, qo'lini chalqashtirib olgan. Onam otamni qo'llaridan ushlab olgan holda xuddi gaplashib ketayotgandek meni yashirincha olib o'tib mashinaga chiqib olishgan. Ko'rgan odam bola uyda qoldi deb o'ylashi uchun shunday qilishgan ekan. Otamning aytib berishicha 6-7 soatdan so'ng manzilga yetib borganmiz. Yetib borishimiz bilan Toshkentdan mudhish xabar kelgan va shoshilinch otamni chaqirishgan. Otam nima uchun deganida onaxoni vafot etibdi deyishgan. Nima bo'lganini tushunmay qolishgan. Onamning onasi rahmatli juda ham kamtarin va xokisor ayol bo'lgan ekan. Hatto erkak kishi bilan gaplashganda uning ko'ziga qaramas ekan. Shuning uchun eshik taqillasa ham erkak kishi bo'lsa ochmasdan gaplashar ekan. Agar uyga kelgan odam ayol bo'lsa, eshik ochib gaplashgan. Otam bilan ketganimizdan so'ng bolani olib ketish uchun uyga bostirib kelganlarning orasida ayol kishi ham bo'lgan ekan. Shuning uchun buvim taqillagan eshikni ochgan. Ochishi bilan shu joyning o'zida bo'g'ib o'ldirgan. So'ng buvimni xuddi o'zini osganday qilib ko'rsatib qo'yishgan. Bosqinchilar uydagi na pul va na tillalarga tegishmagan. O'sha paytlarda to'ylarda kassetalarga video oladigan katta kameralar bo'lardi. Otam rahmatli texnikani yaxshi ko'radigan inson bo'lgan. Shuning uchun uyimizda ana shunday kamera ham bo'lardi. Men tug'ilishimdan to uka-singillarim tug'ilgunga qadar hammamizni video tasvirlarga olib yurardilar. Uyimizga kelgan bosqinchilar faqat go'dakligimda olingan video tasvirli kassetalarni olib ketgan. Mana shunday shubhali voqealar sabab vakuumda katta bo'lishga majbur bo'lganmiz, deydi xonanda.